AQSh dollari 26 so'm 6 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.225 so'm 16 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.222.516 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.7% ga oshdi. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 2 fevral 2026-yil sanasida O'zbek so'mining Markaziy bankdagi valyuta kurslari hamda banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollarining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro 25 so'm 7 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.560 so'm 17 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.456.017 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2.8% ga oshdi. Yevroning banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Yevro sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli 1 so'm 52 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 162 so'm 1 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 162.010 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4.4% ga oshdi. Rossiya rublining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Rossiya rubli sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 55 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 75 Rossiya rubli 46 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7545 Rossiya rubli 93 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2.6% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.